Asalarining noni bo'lgan gulchangi juda ko'p kasalliklarga shifo bo'lib, jumladan sehr va ko'z tekkanga ham shifodir. Mana shu haqiqiy kundur moyi qo'shilgan zaytun moyiga Fotiha surasi, Mavizatayni, Oyatul Kursi, Toriq surasi, Hashr surasining oxiri, Soffat surasi to'liq o'qilgan. Buni qo'lga mana shunday sepib, badanga suriladi. Bu bir kunga 2 mahal qilinadi. Ziyondan og'riyotgan joyga surilsa, og'riq taqatiq to'xtaydi. Jinlar bo'g'adigan kishilarni bo'g'ilganda bo'yniga sursa darhol bo'g'ilish ketadi. Sehrlanganlar esa ko'ksiga sursa sehr yo'qoladi. Yuzga sursa yuzdagi husnbuzarlar ham darhol ketadi. Yuzni tiniqlashtiradi. Bir kursi 40 kundan 3 oygacha. Bu eski mo'tabar manbalarda alohida ta'kidlab kelinadi. Hatto jin ta'siri ostidagi kishi uchun undan malham tayyorlab yedirilsa, iskanjadan xalos topadi. Minhajul Muttaqin nomli kitobda shunday keladi. Yedirilgan sehrni tushirish uchun qora sedanadan 50 gram, zanjabildan 100 gram, gulchangidan 50 gram va sarimsoqdan 150 gramni ezib, 1 kilogram toza tog' asaliga qorishtirib, har kuni katta qoshiqda 1 yoki 2 martadan tanovul qiladi. Shunda sehr, ko'z va hasad yoki jin zararlari vujuddan chiqib ketadi.